10 dekabr Dünya İnsan Hakları Günü. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hak Hukuk Günü'nün 70 yıllığı. Bu münasebet bilen Şarkı Türkistan'daki 25 milyon Müslüman qarindoshlarımızning Xitoy kommunistleri tarafidan depsende ve ayak astı bo'layotgan bugungi kunida Xitoyning razil abdi bashirisini dunyoga anglatish uchun Türkiye Kommersant Teşkilatı İstanbul Oqsaroyda Şarkı Türkistan uchur axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birligi ve Kommersant Teşkilatı rahbarlari bu faoliyatni o'rtaq elib bordi. Birleşken Devletler Teşkilatı Uyghur elidagi lagerlarda tekshirish elib berishni talab qilayotganligini e'lon qilgandan keyin bu masalaga bo'lgan qiziqish yanada kuchaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Komissari Michel Bachelet Cenevada Universal Kişilik Hukuk Akdnomasi ma'qullanganligining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan axborot yig'inida so'z qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrimchilikni tugutish komiteti bu yil avgustda qayta tarbiyalash lagerlariga bo'lgan jiddiy andishlarni o'ttirg'i qo'ygan. 13 tek davlat va shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir guruhi alayda tekshiruvchisi Xitoyga besim qilgan. Men burun ta'kidlab o'tganimdek, biz bu rayonga kirib, biz topshirib olgan andish qilarlik ma'lumotlarni tekshirish va aniqlashni talab qilib kelyapmiz degan edi. Amerikadagi mustaqil xabar organi bo'lgan Demokratiya Shuan organining 6 dekabr kunidagi programmasida Birleşken Devletler Teşkilatı amaldorlarining yuqoridagi bu so'zni tilga olgandan keyin Sharqi Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan lagerlar masalasining navbatda Amerika Xitoy orasidagi tijoratdan qolsa yana bir muhim masala ekanligini aytdi. Ular programmasining beshida Sharqi Turkistonning hozirgi umumiy vaziyatini, jumladan Uyg'ur elidagi yuqori texnikalik nazorat sistemalari, soqchi davlat sistemasi va 2 milliongacha kishi qamalgan lagerlarni bir qur tushuntirib o'tdi. Xitoy kommunistleri Sharqi Turkistonda davomli jazo lagerlarini qurib, ham kengaytib musulmon xalqni tutqun qilmoqda. Chet el taratqullarining surishti qilishi bilan zo'r ko'lamdagi jazo lagerlaridan 39 qurilgan bo'lib, buning ko'lami 140 futbol maydonidan cho'ng ekanligi ma'lum. Sunniy Amraning tatqan suratidan bayqilishicha, jazo lagerining yangi qurilayotgan va kengaytirilayotgan ko'lami 2017-yil apreldan 2018-yil avgustgacha 3 hassa ortganligi o'ttirg'i chiqdi. Bu jazo lagerlari amaliyotda turmadimi nachar bo'lib, kichkina uyda 20 dan ortiq tutqun turadiganligi, sharoitning to'limi nachar ekanligi, maynatchilik, ochliqdan og'ir kasal bo'lsa-mu, davolatmaydiganligi oshkor bo'lgan. Dalay Lama'nın Nobel Tinchlik mukofotiga erishganligining 29 yillik xotir kuni arifasida Sichuan Aba oblasti Aba noyasi Rastchil Golaqma yesidagi Juko ismli bir Tibet yosh o'zini ko'ydirib olish orqali Xitoy kommunistlarining Tibetdagi qattiq besish siyosatiga noroziligini bildirgan. Voqea yuz bergan o'rin soqchi va harbiylar tomonidan qattiq kontrol qilingan bo'lib, yoshning o'lik tirikligi noma'lum. 2009-yildan hozirgacha Tibetda jami 154 odam o'zini ko'ydirib Xitoyga noroziligini bildirgan bo'lib, Aba noyasidan bu yoshni qo'shganda o'zini ko'ydirib olganlar 42 ga yetgan. Sakkizinchi dekabr Xitoy kommunistlarining ishki a'zolarini qalaymaqon ko'chirib ishlatishni oxirlashtirish xalqaro ittifoqi asosida qurilgan Mustaqil Xalq sud mahkamasi Londonda tunji qitimliq 3 kunlik isbot anglash yig'ini ochib, Xitoyning tirik turg'izib a'zo elish jinoyatini to'plab guvohchilar orqali isbot elish 30 guvohchi va munosabatlik professorlarning guvohligidan o'tkazildi. Bu tekshirish nihoyatda muhim 2 nuqta ustiga markazlashgan bo'lib, birinchi e'lingan ishki a'zolarning soni hukumat statistikasidan xeyli ko'p eshib ketgan. Xitoy o'zining ma'lumotida 100 ming ishki a'zo ko'chirildi deyilgan. Amaliyotda 1 millionga yetgan. Ikkinchi tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, bu ishki a'zolarni Falun Gonglar, Uyg'urlar, Tibetlar va xristian Xitoylardan ta'minlaganligi o'ttirg'i chiqdi.
Bu yig'in dal Dunyo kishilik huquq kuni 70 yilligining harpisida ochilgan.